Assalomu alaykum o'rtoqlar. Demak, sizlarga va'da qilinganidek, bugungi o'sha S zonani asosini tushuntirib beraman. U matematik strategiyaga asoslangan, lekin e'tibor beringlar, men o'zim doim matematik strategiyani ishlatmayman. Men hamma strategiyalarni aralashtirgan holda kombinировать qilib ishlataman. Chunki bu matematik strategiyani o'zi ham bozor backstage qilganimda ko'rganman. 10 tadan 6 ta 7 tasi ishlab beradi, lekin har doim ham ishlab bermaydi. Xo'p, matematik strategiya graduslarga asoslangan, lekin biza asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa u emas. U narsa faqat sizlarni chalg'itadi, e'tibor beringlar. O'shaning uchun bilishimiz kerak bo'lgan raqamlar, mana shu graduslarni asosiy ikkita raqamlari bor, ko'p ishlab beradigan. Shularni bilsanglar bo'ldi. Xo'p, formulalari bor mana shu ikkita. Agar sizlarga bozorda sell zona kerak bo'lsa, sellni qidirayotgan bo'lsanglar, mana shu formulaga qo'yasizlar. Agar buy qidirayotgan bo'lsanglar, bozor oqayotgan bo'lsa, qayerda buy kirishni bilmayotgan bo'lsanglar, mana bu formulaga asoslanib hisoblaysizlar. Stop lossinglar 5-10 pips. Xo'p, endi hozir bozorda sizlarga qanaqa qilib hisoblashni ko'rsataman. Mana shu maksimum minimumlarni eslab qolinglar. Iloji bo'lsa screenshot qilib olinglar ekranni. Demak, o'rtoqlar, mana bozorga kirdik. Haqiqiy bozor misolida sizlarga ko'rsataman. Bizga kunlik time frame kerak bo'ladi. Dayliga o'tib olamiz. Mana shu bir kun oldingi svechaga e'tibor beramiz. Demak, biz sell zonani qidiryapmiz. Sell zona где-то taxmin qilyapmiz-da, mana manbitlarda bo'lish kerak deyapmiz, lekin точно zonasini bilmaymiz. Uni qanaqa hisoblanadi? Oxirgi bir kun oldinga tashab ketilgan svechani maksimumini olamiz. Sell zonani topish uchun formula bo'yicha mana maksimumini o'zini belgilaymiz. Mana belgiladik. Demak, 4117, 4111 zona chiqdi. Endi shuni 15 minutlik time frame'da ko'ramiz. 15 minutlik time frame'ga o'tib, bir kun oldin tashab ketilgan eng yuqoridagi svechani topib olamiz. Xuddi o'sha bizning maksimumimiz bo'ladi. Ya'ni, misol uchun mana men bitta ko'ryapsizlar, 14-ga to'g'ri kelyapti qolganlari. Mana bu yoqdagilar 14-oktyabrga to'g'ri kelyapti, bizga 13 kerak mana bitta. Demak, mana shu tashab ketilgan eng yuqorida turgan qizil svecha. Alohida belgilab ko'rsatdik sizlarga. Mana shu qizil svecha bizani maksimumimiz. Va e'tibor beringlar, kunlikda ham 15 minutlikda ham faqatgina shpilkasini olasizlar. Mana shpilkasi olindi. To'liqroq olish kerak. Qancha hisob kitobinglar точно chiqishini xohlasanglar, o'shancha mana jonliroq olasizlar. Mana belgilab oldik. Bizda maksimum aniq. Mana bu zonalar 17 bilan 15. Endi buni boyagi formulaga qo'yiladi. Agar sizlarning kalkulyatorlar oddiy bo'lsa, nauchniga o'tkazib olinglar, iloji boricha iltizo tilini ishlatishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, bizda zonamiz necha chiqqan edi? 4115 bilan 4117 chiqqan edi. Endi ularni hisoblaymiz. Iltizosti formula bo'yicha 4115 teng chiqaramiz. Agar sell zonani topmoqchi bo'lsak, qo'shuv ishlatardik. Buy zonani topmoqchi bo'lsak, minus ishlatardik, esingizda bo'lsa. Sizlar ham men bilan teng hisoblab ketsanglar bo'ladi chiqarish uchun. Xo'p, qo'shamiz. 0.50 ni ishlatsanglar bo'ladi, 0.25 ni ishlatsanglar bo'ladi graduslar bo'yicha. 0.25 ishlatsanglar sal kichkinaroq zona chiqadi. U zonadan biz o'tib ketgan edik. 4147 chiqdi adashmasam. O'shaning uchun uni hisoblab o'tirmayman. O'zingizlar keyin hisoblab olaverasizlar. Hozir 0.50 ni hisoblaymiz. Bu kattaroq masshtabda ko'rsatadi zonalarni. 0.50, 0.25 bo'lib kichkinaroq masshtabda ko'rsatadi, yaqinroqdagi zonalarni ko'rsatadi. Xo'p, qo'shdik 0.50 ga teng. Shu raqam chiqdi. Endi buni 2x ga ko'paytirib olamiz. Mana darajasida, ya'ni 2 ga ikkinchi darajasiga oshirib olganimizda ko'ryapsizlar. 4179. 4179 bizda sell zona edi. Men sizlarga shuni sell zona deb berdim. Mana 4179 zonani shundoq topamiz. Zonani shundoq belgilaymiz. Endi men hozir hisoblab o'tirmadim, lekin ikkinchi zonani men 117 ni hisoblaganinglarda ham 117, 115, 117 edi bizda zona. 117 ni ham xuddi o'sha formulaga qo'yib hisoblasanglar, sizda ikkinchi zona 81 chiqadi. Mana kanalga mana shu zonani berdim keyin men 7981 qilib. Mana shu zonadan 650 pips o'qib berdi. Ko'ryapsizlar. Endi sizlar agar buy zona qidirayotgan bo'lsanglar ham xuddi mana shu formuladan foydalanasizlar. Bir kun oldingi svechani
minimumini olasizlar faqat bu safar. Chunki sizlarga bay zona kerak. Bay zona uchun minimumlar olinadi. Mana shu shpilkani belgilab olasizlar-da. Bitta belgilab ko'rsatay. O'zingizlar formulaga qo'yib hisoblaysizlar keyin. Mana. Belgilab oldik. И xuddi shuni ham 15 minutlik time frame'da ko'rasizlar. Eng pastda qoldirilgan svecha kerak bo'ladi bizga. 13-oktyabr hisobida. Mana shu uzun shpilka qoldirgan svecha demak bizda eng oxirgi minimum ekan. Xuddi shuni boyagi aniqlaydigan formulamizga qo'yib, mana shu ikkita zonani hisoblasanglar, sizlarda bay zona kelib chiqadi.